Azizlar, hozirgi paytda yaxshilik qilishga ham ehtiyot bo'ling. Sababi shunaqangi hozir firibgarlar kuchayib ketyapti. Avvalo telefonda telegramingizga bir narsa kelardi, bunday bossangiz sizga kirib olib kartangizdan pul yechardi. U hech narsa bo'lmay qoldi. Hozir sun'iy intellekt, ya'ni искусственный intellektni yaxshi tomoni ham ko'p, lekin yomon tomoni undan ham ko'payib ketyapti. Hamma narsani sun'iy intellekt asta-sekin boshqarishga tushadi. 4-5 yildan keyin toza ham. Lekin bundan firibgarlar, o'sha hakkerlar, ular juda ham kuchli foydalanyapti. Ayniqsa mana shu targ'ov sentrlarda, bir yaxshi joylarda yaxshi kiyingan, normal kiyingan, yoshi bizlar qatori, bizlardan kattaroq odamlar yaxshi galstuklarda, boshqa birdagi shunday ko'ratda, bolam iltimos, men yordam bering, men telefonimga bir narsaga tushunmayapman, meni salgina skachat qilib bering, mana prilojeniyani qo'yib bering, sal tushunmaymizda u bu deysiz. Keyin ular deb aytadi. Keyin siz unga yordam bermoqchi bo'lasiz, aytanga o'zingiz bilmagan holatda siz o'zi valigiga ketayotgan bo'ladi. Sizni искусственный intellekt o'zi sizni videoga olishga tushadi. Yuzingizda har bitta regalarida tochkalarda yuziga tushib точный oladigan bo'lasiz. Siz uni bilmaysiz, qaraysiz. Keyin siz gapirayotganingizni ham u oladi. Ovozingizni точный u qilib olyapti-da. Keyin o'zingiz bilib bilmay qo'lingiz barmog'ingizdan bunday bosasiz, boshqa qilasiz. Qarang, shu yerda ovozingiz, yuzingiz, barmoqlaringiz o'sha mana bu yerda milliard tochkalar hammasi cho'tga tushadi. Endi bu holva. Endi sizni kartangizdan pulni yechib olishi hech narsa emas. U mayli, u 1 million, 2 million, 5 million, 10 million pulingiz ketdi. U ham hech narsa bo'lmay qoldi. Ana endi sizni nomingizga shunaqangi banklar ko'payib ketganki, bir xil banklar shu hammasi to'g'ri kelsa, sizni nomingizga kredit berib boshqa narsa qiladi. Bu bir. Ana endi shu bilan siz hozir pulingizdan, kartangizdan pulingiz ham ketyapti-da, u ham boshqa. Siz nomingizga kredit olib, u kreditdan keyin ular ishlatib olib, nol qilib chiqib ketadi, lekin siz nomingiz qoladi. Umrbod o'sha kreditni to'lalmay ahvolingiz og'ir ahvolda kasal bo'lib, infarkt bo'lib, insult bo'lib qolasiz. Shuning uchun og'aylar, bu bilan men nima demoqchiman? Ming afsuski, endi yaxshi odam kim, firibgar kim biza bilmayapmiz endi. O'sha yaxshi odamlarga ham biz endi yaxshilik qilolmay qolishga majbur bo'lyapmiz. Chunki firibgarlar shunaqa. Shuning uchun og'aylar, o'zingizda ham, uyingizda ham, boshqasini ham bitta kuydirib olmaslik uchun bu firibgarlardan nihoyatda ehtiyot bo'ling. Hozir o'zida nechta odam aytdi, men nomimga kredit olingan, boshqa bo'lgan tushib qolgan, hech narsani bilmayman degan. Yoki qanaqadir militsiyalar telefon qiladi, o'zini militsiya kiyimlarida bo'ladi-da, siz shu tumandan telefon qilyapman, siz nomingizga buncha oldibdi, boshqa narsa qilibdi, siz hozir men bergan bunaqa qiling, o'zi hech kimga aytmang bu gapni, birovga aytmang, sir saqlang, sizga yordam beraman, bunaqa deydi, normalni pulni olib qo'yapti. Bu bir. Ikkinchidan, siz o'ylamang, ularga xudo bas kelsin, shayton bas kelsin, Alloh bor-ku, kallasi ishlaydimi ularda, u bu deb ming qarg'ang, u qarg'ashlaringiz ularga ta'sir ham qilmaydi, uni o'ylamaydi ham. Ularga oson. Deydi-da, bir yilda bir marta roza tutaman, butun gunohlarni yuvib yuboradi, hech narsa bo'lsa. Bilsa bilar, bilmasa bilmas. Men qiynalib qoldim, shunaqa o'g'illik qilaman, bunaqa firibgarlik qilaman, menga nima? Ular hech narsadan qo'rqmaydi, ular shaytondan ham qo'rqmaydi, Allohdan ham qo'rqmaydi. Shu uchun og'aylar, doimo ehtiyot bo'lib, o'sha topganingiz o'zingizga, bola chaqangizga, kelajagingizga ortib qolsa, qarindosh urug'ingiz ortib qolsa, mana shu yaxshiliklarga, ehsonlarga ishlatib, sog' omon bo'lganingizlar.